Hammalar hoş geldinglar. Alloh taolo bu haftaga bizni uçuş nasip qilganligiga cheksiz shukrlar bo'lsin. Bugun yangi yuzlar, yangi qarindoshlar kelibdi, maşallah. Sorunimizdan bereketi akimizni kelibdi. Cho'nglar kelib desam, boshqacha bir o'sin qatib ekan sorunimiz var. Biz dersimizni o'tgan hafta kelgan yerdan davom qilamiz. Biz o'tgan hafta qiyomat kuni biz Allohning oldida hisob berib bo'lgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning shafaat qilishi bilan Havz-i Kavsardan ichimiz, ondan keyin Sirat ko'rigidan o'tamiz. Sirat ko'rigida mu'minlar bilan munofiqlar ayriladi. Munofiqlar bo'lsa Sirat ko'rigidan o'tolmaydi, mu'minlar Sirat ko'rigidan o'tadi. Sirat ko'rigidan o'tgandan keyin jannatga kirishdan ilgari Qantara degan bir joyga to'plashamiz. Bu yerda birsimizda qolib qolgan haqlari bo'lsa, uni ado qilib butunlay poklanib bo'lgandan keyin jannatga qarab mangamiz deb musha kelib to'xtagaydi. Ilgirki haftada dinimizda biz Qantara degan joyda to'plashib butunlay gunohlarimizdan, ya'ni boshqalardagi haq-huquqlarimizdan poklanib bo'lgandan keyin top holda uningga kirish uchun nurg'unlagan aziyatlarni chekkan, Allohga ishongan, oxiratga ishongan har bir kishining orzusi bo'lgan jannatga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ummati va uningdan ilgari kelgan payg'ambarlarning ichidagi u payg'ambarlarga ergashgan kishilar top holda jannatga qarab oqamiz. O'ylab boqaylik, u vaqtdagi hissiyat, u vaqtdagi xushalliqni balki maduniya turib asla tasavvur qila olmaymiz. Masalan, maduniya turib biz o'pcha holda vatanimiz bir ozod ulab, ashiyada qolgan ota-onalarimiz bilan, dadalarimiz bilan, akalarimiz bilan kurashgan holatimizdagi hissiyatimiz uni tasvirlab bergili bo'lmaydi. Bizning ham u jannatdagi jug'rofiylik jihatda olib ketgan emas, ulab vafot bo'lib olib ketgan onalarimiz, dadalarimiz, bituqqanlarimiz, biz gaplarini, tarixlarini anglab ketgan sahabalar, hatta payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan bu bayroqni ko'tarib, ya'ni Muhammadiya bayrog'ini ko'tarib, o'zining ummatini eng avval ergashtirib, o'shundaq jannatga menayotgan holatni biz bu dunyoda tasavvur qilolmasligimiz mumkin. Ma dunyoda hammamizniki bir rohatga intiladigan, xushallik qo'g'lishadigan, yumshoqga izlaydigan bir tabiatimiz bor. Hech qaysimizning jafo tortqusi yo'q. Hammamizning xushallik erishkisi va go'zal turmushga erishishimiz bor. Bu odat bizdagi asli intayin normal bir tabiat. Bizni Alloh taolo shunday yaratgan. Nima uchun inson ana shunda azobdan qochadi? Nima uchun g'am andishidan qochadi? Nima uchun xushallik yani izlaydi? Asli inson ana shunda g'am andishsiz, davomli xushal yashaydigan bir yerdan kelgan inson bo'lganligi uchun. Asli bizningki Odam alayhissalom yaratilgan yer ne? Jannat. Odam alayhissalom jannatdan dunyoga tushirildi. Shu bo'yicha biz davom qilib o'sha dunyoda ko'paydi. Shunga bizning tabiatimizda xushallik izlashimiz, huzur izlashimiz, o'lmaslikka bo'lgan talpinishimiz, o ona yurtimizni sig'inishimiz, ya'ni jannatni sig'inishimiz. Odatda biz usaymiz, demişqa, su ichkimiz kelganligi uchun, tomoq yegimiz keladi, nima uchun? Tomoq bo'lganligi uchun. Ya'ni bizning tabiatimizda bor ishlar chuqur bo'lganligi uchun bizni shunda tuyg'u bo'ladi. Dal shuning o'xshash bizning o'lmaslikka bo'lgan intilishimiz, ayrilishdan qo'rqishimiz, yumshoq yer izlashimiz, xushallik izlashimiz asli inson davomli ana shunda xushallik ichida yashaydigan bir maxluq bo'lganligi uchun o'shunga intilamiz. Shunga ma dunyodagi azoblar bizga nihoyat og'ir keladi, qiyinchiliklar, g'am andishlar bizga nihoyat og'ir keladi. Asli biz xuddi biliqni sudun shunda asab qiynalib yashaganga o'xshash biz jannatdan chiqqan insonlar, odam otamiz jannatdan tushgan bo'lg'achqa biz o jannatdan ayirib bu dunyoga kelgachga, shunga biz o jannatga bo'lgan sig'inishimiz tufayli g'am andisha, qiyinchiliklardan qochamiz. Ana bu qiyinchilik, bu g'am andishadan qutulib, ana shu orzu qilgan, nurg'un kishilar uningga kirish uchun jannat atagan, ba'zi kishilar milni atagan, ba'zi kishilar vaqtini atagan, shundaq jannatga kirish oldidagi hissiyatimiz balkim biz bu dunyoda turib tasavvur qilmasimiz mumkin, lekin biz mushu dunyoda nihoyat xushallik bir yerga top menayotgan bir holatimizni asasak, o vaqtdagi hissiyatimizni ozroq bo'lsa-mu tushunishimiz mumkin. Alloh taolo Sirat ko'rigidan o'tgandan keyingi ahvollarni sifatlab, wasiqallazina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya'ni haqiqiy taqvodorlar o Sirat ko'rigidan o'tib bo'lgandan keyin jannatga top holda mangdiriladi deydi. Butun Allohni bir deb ishongan va Alloh degini bo'yicha yashagan barliq kishilar, barliq payg'ambarlar o vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning keyiniga ergashib mangdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom eng oxirgi ummat. Biz jannatga eng burun kiradigan ummat mening ummatim degan. Shuning uchun biz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ummati Rasulullohning keyinidan eng oldida mangamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom jannatning qishig'i kelib, jannatningki ishkining halqisqa eslib ishkningki eshitishini talab qiladi. Bu vaqtda jannatga mas'ul qilgan farishta kim deb so'raydi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ana Muhammad, men Muhammad deydi. Sendan ilgari hech kimga bu jannat echilmadi deb jannatning ishki eshiladi. Qur'on Karim deganidek laha 8 abwab. Jannatning 8 ishki bor. Har
Her bir ishkidan şu ishki xas bo'lgan kishilar kira oladi. Jannatning 8 ishki qaysi, buni qanday kishilar kira oladi? Bu qanday kishilar xas qilingan degan vaqtida jannatning bir ishki bor, babus salat deydigan. Ya'ni namozga ahamiyat bergan, namozga inchik sezgur muomala qilgan, namozini kechiktirmay, shu namozimga ahamiyat bersan bo'ldi deb, shu namozgo'y kishilar kiradigan bir ishk bor. Bu ishkdan ana shundaq namozga intayin sezgurlik bilan qaragan kishilar kiradi. Bu yerga kelgan hammasi namoz o'qiydi. Ammo bu ishkdan qanday odam kiradi? Namozga boshqa ish qilganmi? Alohida jiddiy o'rinni qo'ygan kishilar kiradi. Yana bir ishkining ismi babul jihad. Jihad ishki deb ataladi. Bu ishkdan Allohning roziligini ko'zlab, zulm qarshi urush qilib shahid bo'lgan kishilar va jihad qilgan kishilar kiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda alaykum bil jihad fi sabilillah tabaraka va taala fa innahu babun min abwabil jannah. Sizlar jihadni tashlamanglar. Jannatning ishiklaridan bir ishk bor. O jihad ishki, o ishkdan kirgan odamdan ham va g'am. Ya'ni butun g'am, qayg'u, andisha ko'tarilib ketadi deydi. Jannatga kirgan kishi dunyo qaytishni asla va asla arzu qilmaydi deydi. Lekin bir turli kishilar arzu qiladi deydi. Kim? Jihad ishkidan kirganlar. Nima uchun? Ular jihad ishkidan kirgandan keyinki jannatdagi huzur, jannatdagi xushallikni ko'rib, dunyoga bir qatim qaytib, yana bir qatim shahid bo'lsaqkan deb, mushuni arzu qilib, dunyoga qaytishni arzu qiladi deydi. Uchinchisi babus sadaqa. Sadiqani, xayr ihsonni ko'p qilganlar kiradigan bir ish bor. Bilganimizdek, bu sadiqa, Alloh yo'lida chiqim qilish, Alloh yo'lida yaxshi ko'rgan narsalarni atash. Bu Odam alayhissalom yaratilgandan keyin Odam alayhissalomning bolalari qilgan eng ulug' va tunji ibodatlarning birisi. Shundaqla Qobil va Habilning Alloh yo'lida qilgan qurbonligi sadiqasi bayon qilinadi. Demak, bu Allah yo'lida chiqim qilish, Allah yo'lida sarf qilish, Allah yo'lida yaxshiliklarni qilish Odam alayhissalom yaratilgandan tortib qilingan eng buyuk bir ibodatlarning birisi. 4-ishki babur rayyan. Bu qanday ish? Ko'p ro'za tutgan kishilar, Ramazon ro'zasini qoldirmagan kishilar, undan boshqa nafl ro'zalarga ko'p ahamiyat bergan kishilar kiradigan ish. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu haqda inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Jannatning rayyan deydigan bir ishki bor. Bu ishning qiyomat kuni jannatga shu ro'za tutuvchilar kiradi. Undan boshqa hech kim kirmaydi deydi. Rayyan da shundaq bir suv borki, u suvni ichgan odam asla usuzlik his qilmaydi deydi. Alloh taolo kelayotgan bu Ramazonda sog' salomat tutib, ana shularning qatoridan qilgan hammamizga nasib qilsin. 5-chi bir ishq bor, babul ayman deyiladigan. Bu bo'lsa, hisobsiz jannatga kiradigan 70 ming kishilar kiradigan ish. Jannatga hisobsiz kiradigan bu 70 ming kishi kim desa, Allohga butunlay o'zini topshirgan kishi. Ya'ni eng yuqori darajada Allohga tavakkul qilgan kishi. Bugun kunimizda biz eng yo'qotib qo'ygan narsa mana shu. Biz o'zimizni Allohga topshirolmag'achqa, rizqimizdan ensesh haddidan eshib ketgan bo'lg'achqa, rizqimizni ansirab ba'zi harom yo'llar bo'lsa-mu, men mushundaq bo'lsa-mu pul tepib jonimni boqmasam, och qolaman, bolalarimni boqolmayman deb xato yo'llarga, haram yo'llarga kirib qolamiz. Vaholanki o'ylab boqadigan bo'lsak, dunyoda bizdan boshqa nurg'un jonliq bor. U qushlarga kim rizq beryotidi? Agar bir odam savab qilganligi tufayli rizqqa erishadigan bo'lsa-da, u olma qurti ochqa sutdi. Olma qurtininki rizqi nada? Olmaning ichida. Rizqning ichida dunyoga keladi. Aqli bormi? Yo'q. Kim beradi uning rizqini? Alloh. Biz mushu hozirgi o'zimizning jannat boqqimiz, turmush halakchilik qilamiz deb ba'zi yerlarda kishilarni aldishimiz, hatto ba'zi kishilarning boshqalarning haqqini yevirishi dal Allohga bo'lgan tavakkulninki. Mening jinimni Alloh boqadi. Men faqat savab qilaman. Alloh cho'qim bizning rizqimizni beradi deb o'zini Allohga topshirmaganligi tufayli, pulni cho'qim men topaman, rizqimni o'zim topaman deb o'zining iqtidori bilan tayinib qolganligi tufayli harom yo'llar bo'lsa-mu, qanday qilib qilib jannat bexishga tirishadi. Ammo Allohga haqiqiy tavakkul qila olgan, o'zini topshira olgan kishi mana shu babul aymandan kiradi. Ular bo'lsa qiyomat kuni hisobsiz jannatga kiradigan 70 ming kishiningki qatoridan. 6-si babu la havla va la quvvata illa billah deydigan bir ish bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir sahobaga ala adulluka ala abwab min abwabil jannah. Men seni jannatning ishiklaridan bir ishikni ko'rsatib qo'ymayman sana dedi. O sahabe ko'rsatib qo'ysa Rasululloh dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom la havla va la quvvata illa billah. Mana mushu zikr jannatningki ishiklaridan bir ishik. Mushu zikrni ko'p o'qigan odam ana shu ishikdan kiradi deydi. Bu zikr nima deganligini tushunmay shaklda deyish emas. Bu zikrning tekki ajoyib iymon, ajoyib tavhid, ajoyib tavakkul yo'shirilgan bir zikr. Tarjimasi la havla va la quvvata illa billah. Yomonliklarni ittirish, ya'ni man kamakchi bo'lgan ziyonlarni ittirish, üzemni qo'g'dash va la quvvata yaxshiliklarni tatib akilish va yomonliklarni ittirish illa billah. Faqat Allohning yordami bilan bo'ladi deganlik bo'ladi. Ya'ni buning tagida ajoyib bir tavhid yo'shirilganki, men nimaga erishmay, qanchalik nomga erishmay, qanchalik shuhratga erishmay, qanchalik mansabga erishmay, qanchalik pulga erishmay, u faqat Allohning yordami bilan keldi. Men qanchalik ziyonlardan saqlanib qolay, qanchalik xatolardan qutulib qolay, u faqat Allohningki yordami bilan bo'ldi deb o'zini butunlay Allohga topshirish. Mushundaq holatda buning ma'nosini tushungan holda la havla va la quvvata illa billah deb bu zikrni aytgan vaqtda ana shu 6
6-cı ishki bo'lgan la havla ishkidan kira oladi. 7-ci ishki bo'lsa ota-onasini rozi qilgan kishilar kira oladigan bir ishki bor. Babul valid deb atalgan. Bir sahabi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qishig'iga kelib, "Ey Rasululloh, mening shu ayolim bilan ota-onam faqat chiqishammidi? Ular ayrilib ketishimni deyotdi. Qanday qilay? Men bulishaversam ota-onamningki noroziligini olib qolaman" degan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Al-valid awsatu abwabil jannah." Jannatningki o'ttir bir ishki bor, valid deydigan. Xolisang u ishni zaya qilib ol, xolisang u ishni saqlab qol. Ata-onaga itoatman bo'lish to'g'ri ishlarda mana bu jannatningki valid deydigan ishkining kirishimizga sabab bo'ladi. 8-si babul ilm. Ilm deydigan bir ishki bor. Bu ishdan foydali ilm o'qigan kishilar kiradi. Bizningki dinimizda ilm ikki turga bo'linadi. Birisi foydali, yana birisi manfaatsiz ilm. Shuni biz duolarimizni deb tilaymiz. Ey Alloh, foydali ilm ato qilgin deb tilaymiz. Bir odam Qur'on o'qishi mumkin, diniy kitoblarni o'qishi mumkin, lekin u kitoblarni dinning ziniga ishlatishi mumkin. Bu ilmni foydali deb foydasizmi? Foydasiz. Bir odam boshqa bir kasb o'qishi mumkin yoki kompyuter o'qishi mumkin, ammo shu o'qigan kasbini o'zining Allohga ibodat qilishdan iborat, o'sha islom yo'liga ishlatadi ekan, u foydali ilm. Shunga bizning dinimizda ilm fanni, diniy bu shaklda ayrilmaydi. Foydali ilm, ziyonli ilm. O'rgangan ilming sening oxirating uchun foydali bo'ldimi yoki ziyonli bo'ldimi? Ba'zi kishilar Qur'on o'rganib turib o'zining oxiratiga ziyon qilishi mumkin. Ba'zi kishilar boshqa bir kasblarni o'qib turib o'zining diniy xizmat qilishi mumkin. Shunga ilm bizning dinimizda foydali va foydasiz deb o'qiladi. Mana shunda foydali ilm o'qib, uni o'zininki shu dunyodagi mavjudlik g'oyasi, vazifasi, majburiyati uchun ishlatgan kishilar mana shu ishikdan kiradi. Alloh taolo hammamizda ana shu foydali ilm görüştirib, shu ishikdan kirgani nasib qilsin Alloh subhanahu va taolo. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadisda ana sayyidun nas yawmal qiyamah. Men qiyomat kuni kishilarning xo'jayini deydi. Va la faxr. Men bu kishilarning xo'jayini bo'ldim deb men o'zimni asla faxr qilmayman. Va ana awwalu man yadkhulul janna yawmal qiyamah. Qiyomat kuni men jannatga eng burun kiradigan kishi. Va la faxr. Men bundan faxr qilib cho'nchilik qilmoqchi emasman. Va inni ati babil janna fa akhudhu bi halqatiha. Men jannatning ishiga kelib, uning halqasini tutma, aqul ana Muhammad, men Muhammad deyman, fayaftahuna li. Jannatning ishki eshlado, fa adkhul. Jannatga eng avval men kirma dedi. Fa idal jabbar mustaqbili. Alloh subhanahu va taolo meni oldimda shu vaqt turadi, fa asjudu lahu. Men Allohni ko'rgan hamon sajdaga boraman. Ondan Alloh subhanahu va taolo menga deydi, irfa ra'saka ya Muhammad. Muhammad beshingni ko'tar va takallam yusma' min va qul yuqbal min. Senda sening gaping hozir tunishiladi. Ya'ni degan gaping ijro qilinadi. Vashfa'tu shaffa. Sen hozir vositachi bo'l. Ya'ni qalbida zarrachilik iymon bor kishini shunda shafaat qilish fursati sana beriladi. Sen so'g'in deydi. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ummatim ey Alloh, men ishongan shu mening ummatimni jahannam azobidan saqlasang deb ana shundaq vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom biz sunnatini tark qilib, sunnatiga amal qilib bo'lolmay, har bir qilgan ishlarimizda uningga o'xshash emas. Boshqa kishilarni taqlid etayotgan kishilar, ular jahannamda bizga kar yo'q ishlaydi, ammo biz xiyolimizdan chiqib qolgan Rasulullohningki axloq bilan axloqlash isimizni ko'tarib qilayotgan shu payg'ambarimiz ana shu vaqtda bizni unutmaydi. Nima deydi? Ummati ya Rabb. Ey Rabbim, mening ummatimni qutuldirsan. Mening ummatimni dozoq azobidan saqlasang deydi. Bu vaqtda Alloh taolo izhab ila ummatik. Faman wajadta fi qalbihi mithqala habatin sha'ir min al-iman fadkhilhul janna. Ey Muhammad, sen jahannamga bor. Qalbida zarrachilik iymon bor kishini xohlaganingni jahannamdan jannatga achiq deb ruxsatni Alloh beradi. Bizni jannat dozoq Alloh soladi, lekin mush qiyomatda Qur'on Karimning hukmi bilan Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga shafaat qilish huquqi beradi. Mana shu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'zining ummati ichidan qalbida zarrachilik iymon bor kishilarni jahannamdan jannatga elib chiqadi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning o shafaatiga nail qilsin. O'ylab boqing. Biz dunyoda ajoyib bir vafosizlik yashaymiz. Kimni cho'ng bilamiz, kimni taqlid qilamiz? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning shafaatiga Rasulullohni so'ygan kishilar, Rasulullohning sunnatini ihyo qilgan kishilar loyiq. Bugungi kunimizda cho'ng ishlar bilan bo'lib ketdi. Rasulullohning sunnati ko'zimizga nayt kichik kunab qolyapti. Aqalli hozir soqol quyosh desak, hech kim targ'ib qilmayapti. Soqol quyoshning o'zi bir sunnat. Undan boshqa nurg'ulg'an sunnatlar var payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomningki. Hech qaysi oddiy ko'may. Rasulullohga o'xshashga tirishgan vaqtimizda, Rasulullohningki izlab minishga tirishgan vaqtimizda ana shu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomningki shafaatiga biz nail bo'lamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom jahannamdan o'zi shafaat qilib nurg'ulg'an kishilarni chiqib bo'lgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom biz ummati boshchilik kishilarni jannatga boshlab kirdi. Bu vaqtda jannatga muvakkal qilingan farishtalar salamun alaykum tibtum fadkhuluha xolidin. Sizlarga omonlik bo'lsin. Gunohlaringlardan pak bo'ldinglar, jannatga kiringlar. Bu yerda mangu qilinglar deydi. Jannatga qadam qo'ygandagi tunji hissiyat balki biz bu dunyoda tasavvur qila olmaymiz. 200-300 yil ilgari kelganlar hozirgi dunyodagi telefon va shunga o'xshagan fan texnikalarni aqliga keltirolmaganga o'xshash o jannatdagi ishlarni biz to'liq shaklda tasavvur qila olmaymiz. Ammo payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning so'zlariga qarasak, ozroq bo'lsin farq eta olamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ad-dunya sijnul mu'min va jannatul
kafir deydi. Müminga nisbatan dunyo bir turma deydi. Ya'ni buni ba'zi olimlar deydiki, musulmon jannatga kirgandan keyin dunyoning bir zindan ekanligini biladi deydi. Gerçi o mümin dunyoda bayashat turmushda yashagan bo'lsa-mu, jannatdagi huzur, jannatdagi xushalik tufayli u dunyo bir zindan ekan deydi. Amaliyotda men dunyoda eng xushal yashaydigan odammi, g'amdan qutulamdi? Aslo qutulmaydi. Har qancha boyningmi, har qancha bayashat yashagan odamning intayin ko'p g'ami bor. Nimishqa har qancha kuchli bo'lib ketsin, podshoh bo'lib ketsin, boy bo'lib ketsin, kasaldan saqish uning qo'lidan kelamdi? Kelmaydi. Shundaqla o'limni to'xtatish uning qo'lidan kelamdi? Kelmaydi. Ma'qul kasalmi bo'lmadi, hech qanday g'am yo'q deyli. Uning vaqti o'tadi, oxirida qirdi, o'ladi. O'limdan qachonmaydi. Ya'ni o'lim degan bir narsa uning davomli hamma topgan dunyodan ayrilsa, ma shuhratdan ayrilsa deb xitob qilib turadi. Shuning uchun qancha dunyoga erishgan odam Allohga ishonmasa, shuncha g'amli, shuncha qo'rqadi. Dunyodagi eng chong boylar hozir nima qilib bilamsiz-da? Ajoyib ko'p mablag' ajratib, o'limsizlikni paydo qilamiz, o'limsizlikni tafsiq qilamiz deb tajribaxona qurgan. Buningga Facebook'ningki qurg'uvchisi va undan boshqa Elon Musk har yilda milliard mablag' ajratadi. Shu tajriba, shu shirkat uchun. Nimishqa biz o'limsizlikni paydo qilmasak, topgan pulimizning, erishgan narsamizning foydasi bo'lmaydi ekan deb buningga tirishib o'tdilar. Amaliyotda bularning tirishqini intayin to'g'ri, lekin xato yo'ldan tirishyapti. Asli o'limsizlikni hal qilmasa, pul topdi, isl o'ynan oldi, oxiri o'lib qoldi. Nima ma'nosi bor? Ma'nosi yo'q. Shuning uchun uni bir amal tepish kerak. Lekin ular amalni to'g'ri yerdan topolmag'lar. Allohga haqiqiy ishonganlarga nisbatan o'limsizlik tamoman hal bo'lib qoladi. Shundaqo, Allohga ishonganlarga nisbatan o'lim ovul o'ylaganga o'xshash yo'qolish emas. Bir yerdan bir yerga qanday qilish? Yo'tkirish. Biz insonlarni o'lmaydi deb bilamiz. Faqat biz atgan bu o'lim ruhimizning badan kiyimining selishi, bir yerdan bir yerga yo'tkirish faqat. Shunga musulmon jannatga shunda kirgan hamon u dunyoda azoblangan, qiynalgan va yoki eng rohat yashagan bo'lsa, u jannatga huzurga chiqib dunyoni bir zindan deb qaraydi. Ammo jahannamga kirgan kofir va zolimlar dunyoni bir jannat deb qaraydi. Jahannamning azobining qattiqligi. Shundaqla jannatga tunji qadamimiz qo'ygan vaqtida u dunyoda yashagan 40-50 yillik hayotninki nayt oz vaqt ko'zni yumib ochqich o'tib ketadigan bir vaqt ekanligini tunib yetadi. Alloh taolo Qur'on Karimda buni sifatlab, "Lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha." Qiyomat kunisi ular oz bir vaqt turganligini his qiladi deydi. 60 yil bizga nisbatan nayt uzun, lekin Allohga nisbatan hargiz uzun emas. Chunki hozir bu dunyoning umriga 3,5 milliard deb tepig'liq. Hozirgi ilm-fan olimlar 3,5 milliard dunyo paydo bo'lib 3,5 milliard bo'ldi deydi. Uning qisari shu vaqtda 60 yil, 100 yil, 200 nima gap? Hech qancha gap emas. Shunga qiyomat kuni uni to'liq his qilamiz. Amaliyotda inson yashash ishida buni his qilmaydi, ammo yashab bo'lgandan keyin hozir aqllisi chetga chiqib qancha bo'ldi? 9 yil. Hech 9 yil o'tgandek emas. Ammo qiyomat kuni u dunyodagi 60-70 yillik hayotimizning hech qancha emas ekanligini his qilamiz. Shundaqla jannat kirgandan keyin tunji hissiyat nima bo'ldi desa, u yerda g'am andisha deydigan bir narsaning yo'qligini his qilib, alhamdulillahillazi azhaba annal hazan. Bizning g'am andishini ketkizib o'tgan Allohga hamdlar bo'lsin deb bu gapni deydi. Hozir dunyoda har birimizning o'xshamagan g'ami, ba'zilarimizning bola g'ami, ba'zilarimizning ayol g'ami, ba'zilarimizning mol dunyo g'ami, ba'zilarimizning uy g'ami, o'xshamagan g'am bor. Jannatda onda bir hech bir g'am yo'q. Uy ija Suleyma, fatura Suleyma, bolalarimni o'qitma, pul topma, o'qilmadir hech bir g'am yo'q. Bu g'amsiz hayotni tasavvur qilib boqinglar. Ajoyib bir hayot. Shunga butun madhiyalar Allohga bo'lsinki, bizning g'am andishi deydigan bir narsani ketkizib o'tgan Allohga bo'lsin. Shundaqla Alloh taolo jannat ahliga ya ibadi la xawfun alaykumul yawma va la antum tahzanun. Ey bandalarim, bugun sizlarga qo'rqinish deydigan bir narsa yo'q. Hech narsadan qo'rqmaysizlar. U onda olib qolarmiki, bu bunda olib qolarmiki, yo'lga chiqsam mashina suv qotarmiki, ayplanga chiqsam ayplan tushib ketarmiki, hech bir g'am andisha qo'rqinish deydigan narsa bo'lmaydi. Va la antum tahzanun. Hech bir g'am qilmaysizlar. Dunyoda o'quvchi bolalarning ajoyib g'amiga hozir. Imtihonni o'tamay qolamanmiki, dadamning yuziga qalamay qolamanmiki, tog'doshlarimning oldida olamiki, g'am bekchi. Jannatning eng cho'ng inson rohatligini g'amsiz va qo'rqinchsiz. Alloh taolo hammamizni bu jannat ahlining qatoridan qilsin. İnşallah kelerki dersimizde cennet ehlinin yeşi ve ondan başka cennet bilen teximi tunuşumuz. Çünkü cennet bizdeki ana yurtumuz. Biz bu ana yurtumuzni bilmegechke, tunumagaçka onunla kızıkmaymiz. Biz hazırki ma dünyadaki ana yurtumuzga hemmimiz kızıkmız. Nimişqa? Bu yerden biz çıqqanlık için, tunuganlığımız için, bilgenlikimiz için. Lekin biz cennet hakkında bilmegenlikimiz için bu cennet kadar bizde kızıkış yok. Biz cennetni tunusak, şunçilik tunusak mı? Hakiki şekilde tunuyamaymiz. Lekin aklımız bilen tunuşqa tirişsak o cennet için hakiki intilimiz. Xuddi sahabalarga o'xshash. Xuddiki xormini tashib o'tibdilar, shahid bo'lib jannatga kirishga arzu qiladigan. Ularning mol dunyo ozdiranmaydigan, faqat har bir ishida jannatni o'ylab, oxirat hayotini o'ylab qarab beradigan shunday holatga kiramiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ana shu har bir ishida eng oxirgi nuqtasi bo'lgan abadiy yurti jannatni ko'zlaydigan kishilarning qatoridan qilsin va Alloh taolo hammamizni jannat ahli qilib bersin. Oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.